Yig'ishtir po'cha-mo'chag'ingni. Charchab ketganman, uxlagani kelganman. Qo'polsiz. Romantikani ham po'chog'ini chiqardingiz. Eri tinch uxlashiga qo'y baraka topib yur, ana senga romantika. Mandaringa san. But one of them caught our eye. The one. Ovqatingni ham o'zingga o'xshab tuzpas. Molga qilgandek qilsan o'zi ham. Mana tuz urishib tashamang. Endi yarangiz sepamanmi bu tuzingni? Ishtahani ham udarit qilding. Qishloqqa ketaman. Voy Instagram quli. Ha, yana nima bo'ldi? Nimaga mana kurtka miyangga o'xshab kirib o'yotibdi? Qora kiyimlaringizga qo'shib stiralkaga tiqib yuboribman-da. O'zi sani farosatingni tiqib yuborish kerak mana stiralkaga. Sal bo'lsa ham ishlab ketarmidi? Ey xudoyim, erim o'zi yaxshi, lekin shu sal tili zaharroq, qo'polroqda. O'zing shu odamga insof bergin. Shirin gapiradigan bo'lsin menga, ey xudojon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Senga. Rostdan mengami? Ha, boshqa xotinim yo'q-ku. Tinchlikmi? Nimaga? O'zi prosta bugun chiroyli bo'lib ketibsiz o'shanga. Insof bergani rost bo'lsin. Rahmat dadasi. Nima yedi kelyapti? Ha, boya oshxonaga ovqat qo'ydim. Lekin o'chirish esimdan chiqib ketib qoldi. Kuyib ketdi. Men bir hech narsa qilmadimmi? Yo'q, kuyib ketdi xolos. So'kmaydingmi? O'zing majbur qilasan-da, xotin. Nima qilay? Bosing dadasi. Yo'q aka. Wachacha, 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 wachacha.